Zor bilyard. Bir oyda topkelari bilyard. Kelinlarni qo'llarida gul, kuyovlarni qo'llarida pul, cho'ntaklarida dollarlari pachka-pachka. Bolalarni og'zi bizvachka. Minganlari Mercedes, bolalari Malades bo'lsin deganlar bo'lsa. O mana shu xonadonlarda kelasi o'g'ilmi, qizmi, chaqaloqlarni o'zingizdagi insonlar bo'lsa. Kelasi shunaqa bir katta to'y bo'lsin. Sardoshlar svet ko'p o'chadimi deyman. Yosh bolalar ko'p. Kelasi shunaqa katta to'y bo'lsin, poli judes, yakvoshsasin choy, allapagacha qizdirsin moy, vits bo'lsin xabarchi, galga bo'lsin samarichi, ozoda qilsin salat, feruza bo'lsin zapskilab, yulduz apa qilsin norin, shukur aka qo'yib qo'rib, o'rtada rasul bo'lsin. Bu yoqda G'ulom aka, Xurshid Rasulov, Ilhom Farmonov to'xtamasdan kuylasin. Zo'r. Kelin taraf qayerda kelin taraf? Kelin taraf bu deb qo'ydi. Qashqa. Yo'l ketishlar, yo'q. Kuyov taraflarda o'tiribdi. O'zi ikkita taraf borda, kelin taraf, kuyov taraf. Artistlar, mana bu yosh bolalar betaraf. Bularda taraf yo'q. Ko'pchilikka navbat bersa, qo'chqorday bir o'g'il bersin deydi-yu, hech kim bir echkiga o'xshayib bitta qiz bersin demaydi. To'g'rimi yo'q to'g'ri? Mana shu kelishini ovozga qo'yamiz. Birinchi farzandlari qiz bo'lsin deganlar bitta qasachasi. Qarab, mana shu kelishini birinchi farzandlari qo'chqorday bir o'g'il bo'lsin deganlar bitta qasachasi. Bemalol aka. Siz qistirishdan uyalmang, qistirmaganlar uyalsin. Siz kelib turavering. Bemalol. O'zbekistonga mumkin bemalol. Keling aka, ketyapsiz, o'zingizga gaplamayman. Men yaxshi ekan, bu. Birinchi farzand o'g'il bo'lsin-da, mana shu kelishni olib chiqib qo'ydi, she'r aytaydi. Shunday qolib o'tirib, konditsionerov, mikrovolnovый pechingni almashmasman enamni bir o'chog'iga. Banan kivi ananasingni almashmasman o'g'limdagi olmani bir po'chog'iga. 10 ta negir 20 ta angilchanda bolasini almashmasman shu bolani sachog'iga. Ya pichog'iga o'zi qo'yishga qo'yib olasiz. Otingga nasa? Kim? Emir, malades, o'tirib ol. Hurmatli sarag'och ayollari, maylimi sizlarga savol bersam, faqat chechni aytinglar. Mana shu o'tirgan ayollar orasida eri bilan urush qilmagan, eri bilan janjal qilmagan bironta ayol bor? Yo'q, bor. Yo'q. Savolni noto'g'ri aytdingiz. Yana bir marta to'g'ri tushuntiraman. Mana shu o'tirgan ayollar orasida eridan tayoq yegan ayol bor. Kim? Qanaqa o'rtoq kim? Tayoq yemaganmisiz? Kim bu? Kim? Bor. Sizmi? Urmaganlar, so'rmaganlar. Birga yashaganmisizlar? Demak, sizlar birga yashamagansizlar. Urmagan bo'lsa, so'rmagan bo'lsa, demak, bu kimnidir urib yurgan yo'q bu.